Nima uchun tug'ildim men? Tug'ilmaganda shunday hayotga kelmasdim-ku. Ana nechta jigarim o'ldi. Shular qolib men o'lmasmidim degan savollar ham beraman u gapni. Ko'p beraman. Qahramonimiz bunday og'ir savolni o'ziga berish uchun hayotning ozmuncha dardini chekmagan. Bolaligidan ona mehrini ko'rmagani sabab bo'ldi bu holiga. O'zi asli onamda umuman mehr ham bo'lmagan menga nisbatan. Faqat mehr o'sha singlimga bo'lgan, opamga bo'lgan, anaqalarga menga mehr bo'lmagan onam. Bilmayman nima uchundir meni uncha yoqtirmagan onam. Bolaligida ota-onasi o'rtasida tugallanmagan janjallardan qalbi majruh bo'lib qolgan. Uni qalbi bekilib qolgan. Yoshligimda onam rahmali bir marta bolam ona degan odamlar ko'zida desam, men ayta olmayman. U soxtalikda qoplamayman. Otam deb o'rgandim, otam deb ketdim men o'lgunimcha. Ko'ngli yarim qahramonimiz dardini onasidan, mehrni otasidan ko'rgan, ammo juda oz muddat. Meni otamdek oq ko'ngil inson yo'q dunyoda deb o'ylayman. Yoshlik vaqtingizda ota-ona oldida o'tirish qanday maroqli, qanday anaqaligini bilasiz, xillasda odam. Men shunaqani ko'rmaganman. Agar men dadam bo'lganda, shu kamchilik, qiyinchilik menda bo'lmasdi. Yoki biror narsadan xafa bo'lib qolganimda, agar dadam hozir yonimda bo'lganda, shu narsa menda bo'lmas edi deb o'ylayman. Men nogiron emasman-ku, men cho'loq emasman-ku, meni ikki qo'lim sog', ikki ko'zim ko'radi. Meni nahotki onam meni mana shunaqa qilib bolam deb erkalatmaydi. Nimaga men mana shunday bo'lib yaralganman deb ham qolgan kunlarim bo'ladi. Yig'lab o'tirgan kunlarim bo'ladi. Ochig'ini aytaman, endi bo'ldi, o'limim kelsa o'limimni kutaman deganda o'tiribsiz-da. Nega imkoniyatlar bor-ku hali? O'zi o'lmaganday insonman-ku. Hayotda men o'lmagandek insonman-ku. Yuragida dard bilan yashayotgan onaxonning matonatli sabri uchun bir dona like bosib, yaxshi tilaklaringizni izohlarda yozing. Prime 1 xil 10 yoki 15 kilovat stabilizatordan 2 dona sotib oling va uchinchisi sizga hadiya bo'lsin. Sizlar Rahmat. Hammasiga o'zimchaligini qilib qo'yganman. Nurli bir onaxonsiz ekan. Yaqinda Xudo xolasa hozir umra safariga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Amin, yaxshi borib keling. O'sha siz aytgandek volidam ko'rsatuvdan keyin hozir bitta homiy singlimiz chiqqan, ikkita onaxonimizni umra safariga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolasa yaqinda borib keladi. O'zi nur yuzli qizimida undan ham hozir chiroyli bo'lib ketadi inshaalloh. Ona qiz deysizlar-da, qanaqa qilib bu darajada mehr sizlarni yaqinlashtira olyapti? ular o'zlari mehrli-da. Kelganimizda o'zi mehrli kulib turib qarshi oladi. Kulib turib gapiradi. Hamisha kirsak assalomu alaykum deb bizni ko'rganda bular ko'rganda biz ham shunaqa yaxshi ko'ramiz. Agar birpas ko'rmay qolsak, bizlaymiz, qayerda ekan shu qizimiz ko'rinmayapti. Hammalarni qidiramiz. Sanitarkalarni ham, sestra vrachlarni hammasini yaxshi ko'ramiz. Bular yangi kelganlarda xonaga olib kirdik, joylashtirdik, qabul qilib, xonalariga olib kirib, chiroyli xonalarni ko'rsatganimizdan keyin qoldi. Men ko'pincha kuzataman, 3 kunda ichida bularni juda kuzataman. 3-kunda kirib bular bilan suhbatlashaman. Chunki ichidagi, yuragidagi dardlarni, gaplarni, qaysidir ma'noda uzoqdan kelib qolish sabablarini o'rganganimda 3-kuni kirib gaplashib o'tirganimizda opa dedi, meni dedi ish bilan ta'minlang dedi. He dedim, siz ishlagani kelmadingiz, siz ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markaziga yashagani keldingiz, to'g'ri, bizda mehnat terapiya bor, lekin butunlay ishlamaysiz desam, yo'q, men o'zimni qandaydir qiyin holatga tushib qoldim, xuddi hali keraksiz shaxsga o'xshab qoldim. Men oldin mehnat qilib chiniqqan ayol edim. Men mehnat qilib o'zim yaqinlarimga, akamga, ukamga, kelinlarimizga yoki jiyanlarimizga doim mehr ulashgan ayol edim. Qaysiki ma'noda o'zimning mehnatim bilan bitta nogiron akalari bo'lgan, bir umr o'sha nogiron akalariga qarab, mana oxirgi nimalarga ham kuzatishdi, yaqinda olamdan o'tib qoldi. Shu insonga qarab o'tganda, shundan keyin bularni ish bilan ta'minladik. Shu mehnat terapiya markazimizda joylashgan kirxonaga nima qildim. Ashunda ham tinmaydi-da. Qarasam hali gul ekayotgan bo'ladi, hali gulni tagini yumshatayotgan bo'ladi, hali sug'orayotgan, suv sepayotgan bo'ladi. Keyin menda shunaqa narsa bor, bularda qaysidir ma'noda ko'ngillarini olish uchun har bitta ayollarni, to'g'ri ular onam bilan teng, onam tengi insonlar, lekin oxirgi kelgan qizimni kenja qizim deyman.
har bittasini o'zlarini qandaydir xarakterlaridan kelib chiqqan xarakterlardan nima qilib keyin bu qizimni dehqon qizim deb olganman. O'sha uchala to'rtta qizlarimiz bor, shular kelishyapsa qani meni dehqon qizim desam, oyijon deyishadi ular. Oyijon bilasiz, uningiz tinib tinchimaydigan, uningiz ishlayapti deb qo'yadi. Kenja qizim nozikroq, u juda ko'ngli ham tez nima bo'lib qoladi, u nima bo'ladi, oyijon men o'zizga o'xshab nozik bo'lganman deydi. Hazillashma, sen menga o'xshamading qizim. Agar sen meni qizim bo'lganingda sen kuchli ayol bo'larding deb hazillashib gapirib qo'yaman. Shundan kelib chiqib bu qizim dehqon qizim deyman. Davlinam borda, men bekor o'tirsam, davlinam oshadi. O'zimni haligi keraksiz buyumga o'xshatib qolaman. Shuning uchun menga ish beringlar, jicha bir narsa qimirlamasam men yotib qolaman. Keyin keraksiz buyumga o'xshab qolaman deb o'zimni naqganman. Menga ish topib beringlar, sizga mumkin emas desam, yo'q, men bunda kasal bo'lib qolaman. Men hech unaqa bo'lib ruhan o'zim ham cho'kib qolaman-da deb Nimadir bilan band bo'lish kerak-da inson. Balkim bularda ichki kechirmalarini shu bilan ham almashishadi. Albatta. Siz bilan endi yana ham yaqinroq suhbatlashamiz. Yana bir assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men Nasrdinova Mavludxon Ergashevna. Tug'ilgan yerim aytdim. Necha yoshsiz? 60 ga kirdim. 60 ga kiryapsiz. Aha. Qarang, onajon, qanaqa bu yerga kelib qoldingiz? Qanaqa qilib bu yerda mana? Sababi men endi turmush qilmaganman. Shuning uchun endi hozircha kelinlarga sig'ishim mumkin, sig'aman ham. Lekin ertaga qarigimda sig'may qolishim bordi. Shuning uchun yo'q, men yaxshi ketib qo'yganim yaxshi. Xudoga shukr, prezidentimiz mana uylar solib qo'yibdi. Hokimimizga albatta rahmat. Shuncha bizda qariyalarni qabul qilib, mana qarayapti ekan. Shu yerlarni nima qilib eshitib, o'zim jasorat bilan yutibman shekilli. Shunda qizingiz bu yerga olib keldi, to'g'rimi? Yo'q, meni qizim yo'q, o'zim kelganman. O'zingiz kelgansiz. Meni farzandim turmush qilmaganman. Men turmush qilmaganman. Shuning uchun o'zim kelganman. Qaysi ma'noda bu yerga keldingiz, misol uchun mana nima sabab, aniq sababini ayting-da. Ayni sababi shu endi qariligim kelgan, baribir mehnat hadib tashqarida madikarchilikka chiqardim. Endi madikarchilikda ham kuchingiz bo'lsa ishlaysiz, bo'lmasa bora qaradim. Shuning uchun yaxshisi bu yoqqa kelganim ma'qul deb. Men hech kimga indamasdan o'zim mana qilganman. Keyin eshitishdi, achchig'i kelishdi. Men aytdim, endi achchig'lar kelgani bilan vaqtincha ertaga men yana qiynalib qolishim bor-ku deb bu yoqqa kelgan. Bu payt qiynalgansiz. Haqiqatan. Endi qiyinchilik juda anaqa emas, kuch-quvvatim bor edi-ku. Hammasini yengishga harakat qilardim-ku, lekin baribir kelajagim uchun harakatda bo'lishim. Nega turmush qilmagansiz agar siz? O'zim xohlamaganman. Men yoshligimda o'zim o'qishni yaxshi ko'rardim, yurist bo'lishni. O'qishga kiraman deb hamma tayyorlangan, eng katta akam rahmatli bor edi. O'qishga aplashilgan deb Leningraddan o'rislar ichida men o'rischa bilmayman desam, uni ham o'rgatishadigan bo'lgan. Men avgustda olib borib tashlab, u qizlar meni o'qishga tayyorlab, men o'qishga kirmoqchi bo'lganimda, onam o'qimaysan. Ukalarim o'qigan, ukam bolalar o'qisin, o'shalar yetadi. Men o'qitmayman qiz bolani deb unamaganda. Men aytganman. Men bo'lmasa o'qimasam, men ham turmush qilmayman ham. Siz aytgan hech narsaga men ko'nmayman deb men o'zim ahd qo'yganman. Onangizdan norozimisiz? Onamda o'sha yerda jicha xafa bo'lganman. To'g'ri gap, xafa bo'lganman. Qo'llab-quvvatlamagani uchun. Albatta. Qo'llab-quvvatlamaganda. Qanaqa bu yerda ishlash? Og'irmi, yengilmi? Aka, bir to'g'risini aytsam, buni yerda ishlash ham savobli bo'lishi mumkin. Xayrli, savobli bo'lishi mumkin, lekin mashaqqatli. Chunki bu yerda ishlaganingizda bitta insonni dardi bilan yashamaysiz. 84 ta 85 ta insonni dardi bilan yashaysiz. Yana ularning har birini dardi o'zgacha. Chunki buni yerga kelib qolish tarixi, ularning o'zlarining tarixi bor. Kimdir farzandlari tomonidan kerakli e'tiborni olisha olmagan yoki kimdir yaqin insonlari tomonidan e'tiborni olishmagan yoki ota-ona farzandini voyaga yetkazadi-yu, o'zi
halovat topganida o'sha farzanddan o'zi bergan mehrni topolmagan insonlar kelishib qoladi. Bu yerda ishlab ham yashaymiz. Chunki ularning hayotida yashaymiz. Ularning hayotidagi kechirmalarini, ularning alamzadaligini, ularning kimlardandir bo'lgan nafratlarini ichida biz yashaymiz. Qaysidir ma'noda o'ta injiqlik qilishadi, xafa bo'lishadi. Qaysi paytda, qaysiki kimnidir xonadonidan farzandlari yoki yaqin insonlari kelganda boshqa otaxon yoki onaxonimizni oldiga hech kim kelmagandan ular alamzada bo'lishadi. Chunki ular to'g'risi bir umr darvozaga kimdir kelishini kutib yashashadi-da. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Shunaqa paytlarda xafa bo'lib ketaman. Chunki ularning hayoti bitta kitob. Men aytaman, to'g'ri. Ota, ona kerakli paytda kerakli tarbiyani bermagandir. Xato qilgandir. Lekin farzand hech qachon otasini yoki onasini xatosi bilan ayblashi mumkin emas. Chunki o'sha farzand o'zing xato qilmasligingga kim kafolat beradi? Men ko'pincha farzandlari bilan yoki yaqin insonlar bilan gaplashganimda o'ta xafa bo'lib ketaman. Ular bilan yashashda unchalik emas, ularning yaqinlari bilan suhbatlashganda xafa bo'lib ketaman. Chunki bizda yashayotgan o'sha otaxon yoki onaxonni qaysidir paytda qilgan xatosini ayb deb yoki xato deb bilishadi. Nega keyin o'zingiz o'qimagansiz, harakat qilib? U vaqtda biz qizlarni onalar ruxsat bermasa yo'qdi, ruxsat. Keyinchalikchi. Keyin onam biz ancha yoshga yetganda ketdik. Undan keyin kechdi. Bu yerdagi insonlardan boshqa yaxshi ko'radigan qadrdonlaringiz bormi? Yuragingizdan yaxshi ko'radiganlar? Albatta, jiyanlarim bor, Allohga shukr. Hammasi yaxshi, Xudoga. Ularni qattiq yaxshi ko'rasiz. Albatta. Yaxshi ko'raman. Nega yaxshi ko'riladigan jigarlar sizni yoningizda emas bugun? Endi hammasini oilasi bor, bola chaqasi bor. Siz buni to'g'ri qabul qilgansiz. Men to'g'ri qabul qilaman. Lekin ichingizdan o'tmaydimi jigarlarim bilan bir dasturxon ustida choy ichib o'tirish degan narsa? Bu yer bilamiz, sharoitlari zo'r, har doim ham zo'r bo'lgan. Lekin baribir inson o'z oilasi bo'lishni xohlaydi-da. Mayli farzandi bo'lmasa ham jigarlarini oldida. To'g'ri, ularning ham oilasi bo'lishi mumkindir, lekin siz misol uchun og'irligingiz yo'q-ku demoqchiman. Hech o'ylab ko'rganmisiz shu narsani? Yo'q. Nega taqdir o'zingizni aniq qilib qo'yadi-da. Nima deydi? Taqdir o'zingiz shu hayotga anaqa qildingizmi? Men bo'ldi, shu hayotda yashayapmanmi? Endi shu hayotga ko'nikishim majburiy deb o'zingiz ahd qilasiz-ku odam. Va ko'nikkansiz, taqdirning sinovlariga siz. Ko'nikkansiz, albatta men ko'nikkanman. Lekin insonning o'zining xohish va orzulari ham bo'ladi-ku. Sizning orzularingiz nima bo'lgan oldin? Misol uchun hech qachon inson qariyalar uyida yoki saxovat uyida yoki umuman bu markazlarda yashayman deb orzu niyat qilmaydi-da. Har bitta inson ulg'ayganda har doim nabirasi qurshovida yoki bo'lmasam o'zining xayoliy bir makonida yashaydi. Sizning orzungiz nima bo'lgandi? Meni orzum shu o'qisam, bir o'qimishlik, men yurist bo'lishni niyat qilgandim o'zi. Yurist bo'lsam, bir qanday odamlarga foydam tegsa, men ham bir yaxshi anaqa bo'lib yashashni men ham niyat qilganman. Lekin niyatimga yetmagandan keyin hamma yo'ldan ko'nglim sog'iganda, men ham teskari prot bo'lib qolasa ekan, bo'lib qolganman deydi. Bu yerga kelishdan qo'rqmaganmisiz? Misol uchun bilmaysiz bu yerda baribir inson mana aytayapti, yolg'iz his qilib qolaman degan narsa bor-da, bu yerda keraksiz buyumdek bo'laman. Qachon o'zi shunaqa his qilasiz? Qaysi paytlari? Men bu yerga kelishdan hech ham qo'rqmaganman. Nimaga desangiz, bu yerda men mana televizorlarda ko'radim, qariyalar uyda qari kampirlar, qari insonlar bilan suhbatlashib, hali yaxshi nasihatlar eshitishni juda yaxshi ko'raman. Demak, sizga shu narsa yetishmagan oldin. Shuning uchun men kelib, eshikdan kirganimda aytishganda, o'rischani bilasizmi? Tepada o'ris ayolimiz bor, deganda, yo'q, men o'rischa bilmayman dedim. Bo'lmasa pastda bir ayol bor, o'qituvchi bo'lgan, lekin jicha injiroq deganda, voy mayli, o'ris bo'lsa, o'zbek bo'lsa ham kam qari inson ekan, menga ancha nasihatlar qiladi, ko'p bilmagan narsalarni o'rgatadi-ku deb men o'shanda o'rsam bo'lib kirganman. Kelsam bularni o'zlari ham shunday mehrli insonlar ekan. Men bularni ko'rib juda ham haligi o'zimni yolg'iz bir anaqa qilib hisoblamasdan, men bir yaxshi insonlarning ichida ekanman. Yaxshi mana mehrlik deyman, qanday desam bularni tushuntirishga hali tilim yetkazib qila olmayapman. Shunaqa mehrli insonlar bor ekanligidan juda ham xursand bo'lganman. Demak, ana shu paytda sizga mehr yetishmagan. Aha. Qanaqa farzandlarni ko'rgansiz? Nimalar deyishgan sizga, misol uchun ota-onasini olib ketib tashlayotganda?
ko'pincha otalarini qaysidir paytda qilgan xatolarni gapirib berishadi. Masalan, nima degan sizga? Masalan, kerakli paytda biz otamizdan mehr ko'rmaganmiz yoki bo'lmasam onamizni tashlab boshqa ayolni tanlagan, boshqa ayol bilan turmush qurib ketgan. Biz otamizdan kerakli paytda mehr ko'rmaganmiz, otamiz bizni istamagan yoki yo'qlamagan. Lekin sen o'sha insonni zo'r yotsan. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda eshitib qoldim akobir. Insonni oldingi qilgan xatosi bilan baholash mumkin emas ekan. Chunki oldingi xatosi uchun o'sha inson o'sha balkim bizning markazimizga kelganda tavba qilib bo'ldi. Yoki bo'lmasam qaysidir ma'noda chin yurakdan tavba qildi. Lekin farzand yoki yaqin insonlar o'sha xato bilan o'sha otani yoki onani doimiy xatosi bilan ayblashi bu o'ta gunoh ekan. Chunki Allohim shunday payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday so'zlar bor ekan. Insonni oldingi xatosi bilan ayblama. Agar u chin yurakdan tavba qilgan bo'lsa, o'sha kunga sen tushmaguningcha o'lmaysan. Chunki hayot bu yuqorida otaxonimiz aytib o'tdi, katta sahna. Men ko'pincha e'tibor beraman, bilmadim, balkim boshqa tashkilotda, balkim boshqa muassasada ishlaganimda bu fikrga kelmasdir. Lekin aynan qariyalar uyida ishlayotganligim uchun ularni bizda yashayotgan insonlar haqiqiy sahnada rol o'ynayotganga o'xshaydi. Chunki ko'pincha men qizlarimga, xodimlarga aytaman, qizlar bularni alamzadaligidan, bularni injiqligidan xafa bo'lmanglar. Bular qaysidir ma'noda niqob bilan o'sha narsani bekitmoqchi bo'lishyapti. Shu alamzadaligi, shu injiqligi bilan o'zlaridagi ichki kechirmalarni bekitishyapti. Shuning uchun ularni to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Mayli, o'sha paytda biroz orqaga chekininglar. Keyin mavridi kelganda o'sha otaxon yoki onaxon o'zi keladi. Qizim, bu paytda sizga qattiqroq tekib qo'ydim. Jiddiy xafa bo'lib turuvdim-da deb o'zlari qandaydir uzr so'rashib yoningizga keladi. Hayotda yutqazdim deb o'ylaysizmi? Chunki ko'p narsani yutqazgan insonman. Ko'p narsani yutqazganman. Mana hayotim mana shunday bo'lib, shu yerga kelishim, bo'lmasa mana men tekstilda ishlaganman. Oyda 300 so'm oylik olgan o'sha vaqtda qanchalik aniq vaqtlar edi. Oy pulimni olib o'zim to'plasam, uy qilsam bo'lardi-ku. Qilmaganman. Olib kelganman, onamga berganman, nima bo'lsa bo'lgan, jigarlarimga berganman. Boshqa bo'lgan menga hech narsa foyda bo'lmagan. Men bunaqadan juda ko'pini unaqada o'tkazib bo'lmasam. jigarlaringizdan qaytmagan. Yo'q, hech kimdan qaytmaydi ham. Nimani his qilgansiz shu paytda? Mana jigarlardan sizga bo'lgan turtinishlar bo'lganda, masalan, sizga e'tiborsizlik bo'lganda nimani his qilgansiz? Chunki ularga ko'p pul bergan ekansiz, ko'p yaqin bo'lgan ekansiz. Yolg'izlikni his qilganman-da. Yolg'izligim uchun shunaqa qilishyapti meni. Eshitganman-da, kamsitishlar ko'pini eshitganman. Sen quruq yog'och, kimga keraksan? Sen yolg'izsan-ku, sen hech kimga kerak emassan degan ta'nalarni eshitganman ekan. Men hech narsani xohlamay qo'yaman. Bu o'zi yolg'iz ekan, haqiqatan Alloh meni yolg'iz yaratgan, yolg'izligimcha ketdaman deb hamma yo'lda yopib qo'yganman-da. Tamaqa bilan sizga murojaat qilishgan, sen yolg'izsan deb. Yig'lab chiqqan paytlaringiz ko'p bo'lgan. Bunaqalarda juda ko'p yig'laysiz-ku. Yig'lamay iloji bormi? Bo'ladi, qalash ko'p bo'ladi. O'tib ketdi endi. O'shalar o'tdi. Mana bulardan ko'rib mehr ko'rganimdek o'zimni buringdaqa his qilmayman hozir. Juda ham haligi mehribonlarim bor. O'lsam ham mana mehribonlarim bor-ku degan xayol bilan yashayman. Doktorlarim, medsestralarim, sanitarga hammasi xuddi meni anaqalarimdek-da, yaqin insonlarimdek. Hattoki Otabek Yusufovich ham mana nechta anaqalar keladi, hammasi xuddi men uchun eng qadrdon insonlar deb hisoblayman-da. Mehrni, e'tiborni o'zingizning yaqinlaringizdan emas, begonalardan ko'rish qanaqa bo'lar ekan? Bo'ladi. Aytadiki, o'zingizdan ko'rmagan mehrni o'zigadan ko'rish. Endi ular bilan bitta qo'limdan tug'ildim-ku, lekin mehrni bulardan ko'proq ko'rdim. Duo qilib turasiz. Albatta. Nimalarni so'raysiz Xudodan? Xudodan o'sha olgan ikkita akamga umr tilayman. Haligacha. Haligacha. Nega sizni xafa qilishgan-ku? Mayli, Alloh bilguvchi-ku, Alloh bor-ku.
Birinchi Alloh aytgan taolo. duoyingiz faqat yaqinlaringizga bo'lyapti-da sizni yana. Nega o'zingiz uchun so'ramaysiz? Nima uchun mana sizga mehr berayotganlar uchunmi? Bular Aynan albatta. ular sizni xafa qilgan-ku baribir. Albatta bularga ham Yo'q, so'rayman. xafa Har biriga qilgan. bitta-bitta. Ularga xo'p normal ekan, lekin ular xafa qilgan-ku misol uchun sizni. Nega kechirgansiz? Demak kechirgansizki duo qilyapsiz. Kechiraman. Nima sabab bo'lgan Men kechirishingizga? Insonman. Insonman-da. Alloh yaratdi-ku meni. Mayli, Alloh aytadi-ku, bu dunyoda bunaqa qilmasang, u dunyoda savobini olasan-ku, buni unaqasi bor-ku deydi-ku. Mana shunaqa pok yurakni, kechirimli insonni xafa qilishlariga nima sabab bo'ldi ularga? Men kelishimdan oldin akam bor edi, hozirgi akam. Sen men o'lib qolsam ko'chada qolasan, sen nima qilasan, xor o'lasan deganda bolacha bu bolalar seni baribir xor qiladi deganda aytganman, aka hijolat bo'lmang. Men sizdan keyin ham xor bo'lmayman. Allohga shukr, davlat meni boqib Men ozgina kutib tursangiz, hali ham sizga qaramasman, o'zim eplay olaman. Pensiyaga chiqsam, Alloh nasib qilsa men ketaman uyimga desam, qayerga? Ketaman, uyim topilaman, davlat menga uy solib qo'ygan. Desam, nima qilasan? Ko'chada yurasanmi? Falon yomon ishlar qilasan degan gaplar meni yuragimga o'tib ketganda endi. Men bundan chiqdi, bular uchun yomon insonman ekanda. Shuncha harakat qilsam ham men yaxshi bo'lmabman, mayli. Ketaman shuning uchun deb o'zim ahd qilib kelganman. Avval dunyodagi eng muhim insoningizdan zarba oldingiz, mehrsizlik ko'rdingiz. Keyin jigarlaringizdan va oxiri mana ulg'ayib, ulug' yoshga kirganingizda endi mehr ko'ryapsiz. Albatta, mashqaga kelib mehrni ko'prog'ini ko'ryapman. O'zingizni ham xatolaringiz bo'lishi mumkin. Men ham endi farishta bo'lmagandirman, to'g'ri gap qaytargandirman, bironta anaqa qilganda, bu gap qaytarganimni 100% bo'ynimga olaman. Men ko'proq nima deydi, endi yomonlasam to'g'ri kelmaydi. Biz oilada ham janjallar bo'lgan, onam bilan otam o'rtasida kelib men xafa bo'lardim onamga, siz nimaga meni otamni anaqa qildingiz? Otam yaxshi inson-ku desam, bunday deb meni opam ikkovsi kamsitsa, urishib yig'lab, shulardan ko'p arazlardim-da men endi aytayotdim-da. Voy yoshligimdan o'zi. Yoshligimda onamga nisbatan shunday protiv bo'lib qilgan bo'lsam kerak deyman. Sizni bolaligingizni o'ldirishdimi? Endi men bolaligim shunaqa bo'lib o'tganda janjallar o'tganman. Demak, bolaligingiz bo'lmagan. Lekin bo'lishni juda ham xohlagan bo'lardingiz. Albatta. Agar imkon berilganda qanaqa oilada tug'ilishni xohlagan bo'lardingiz? Agar imkon bo'lganda otamni qayta tirilsa otam oldida o'tirishni xohlardim. Negaki otadan mehrini ko'rmaganman pashti yo'q. Otam biz tug'ilib, nima bo'lganimizdan keyin onam bilan otam ajrashib ketgan. Shularda men rosa afsuslangan. Hali odam otasini oldida erkalab o'tirishni shunaqa havas qilardim. Otam mehrini ololmagan. Yoshlik vaqtingizda otani oldida o'tirish qanday maroqli, qanday anaqaligini bilasiz, xilasda odam. Men shunaqani ko'rmaganman. Meni hali kelganda, ketganda ko'rmasam, bo'lmasam ham. O'zi asli onamda umuman mehr ham bo'lmagan menga nisbatan. Faqat mehr o'sha sinimga bo'lgan, opamga bo'lgan, anaqalar menga mehr bo'lmagan onam. Bilmayman nima uchundir meni uncha yoqtirmagan onam. Lekin otangiz yoqtirgan-a sizni? Otam juda yaxshi inson bo'lgan. Otam juda ham tillo yaxshi inson bo'lgan otam. Qanday eslaysiz bugun? Har doim eslayman otamni. Har doim eslayman. Meni otamdek ota hech yerda yo'q, mehribon. Meni otamdek oq ko'ngil inson yo'q dunyoda deb o'ylayman. Ko'chada bolalarni ko'rsa hamchi onam o'sha birovni bolasi deb hisoblamas, o'zini bolasidek mehr berar edi. Hammaga mehribon inson bo'lgan dadam. Bunaqa ko'ngli oq, pok odam bo'lganda. Uni tasavvur ham qila olmaysiz. Hech kim tasavvur qilmay o'zini otasini o'zi tasavvur qiladi. Men otamni shunaqa yaxshi ko'rganman. Hattoki kasal bo'lib yotsam ham onam rahmatli bir marta ona degin desa demasdim. Dada derdim. Dada deb, faqat dada deb. Men yotib qolsam ham dadajon men og'riyapman deyman. O'lib ketgan bo'lsam ham dadajon deyman. Onajon deb ayta olmayman, aytmaganman. Yuragingiz yo'l qo'ymaydi. Yoshligimda onam rahmatli bir marta bolam ona degin odamlar ko'zida desam, men ayta olmayman. U soxtalikda xohlamayman. Otam deb o'rgandim, otam deb ketdim o'lgunimcha. Otangizni yo'qotganingizda bu dunyodagi eng ishonchli insoningizni yo'qotganingizni his qildingiz. Albatta.
onam ham endi mayli omon bo'lsin. Balki meni o'zimda yomon xarakter bo'lgandir, ko'proq qilgandirman. Onam ko'p arazlab ketib qolardi-da. Shunda arazlamang, nima ona otamdan yomonlik ko'rdim, otam urmasa, so'kmasa, nima ketasiz? O'tiring biz oldimizda desa ko'proq ketib qolardi tog'amga. Shu yerlardan ko'proq anaqa bo'lib qoladi. Shu yerlarim yomon ko'ringan bo'lishi mumkin onamga. Men ko'proq otamni yaxshi ko'rardim. Otam biz qolib ketardik o'zimiz. Onam ketib qolardi. Bo'ldi, yurardi ukasinikida. O'zi ikkitagina ukasi bor. Katta tog'amga bormas, kichik tog'amga yurardi. Ko'proq ketib borardi. Men xafa bo'lardim, mana shu qiyin stolmida o'tiring desam, mayli o'tib ketdi vaqtlar. Balki qandaydir bilmadim, nima bo'lar ekan. Otangizni qaysi so'zlarini eslaysiz bugun? Otam har bir nasihatini eslayman. Otam bilan uyda qolib qolsam, men kechqurun paytda ko'chaga chiqishni yomon ko'rardim yoshligimdan. Kechga hech kimga mehmonga borishni ham yoqtirmasdim. Faqat uyda o'tirishni xohlardim. Kunduz bir yerga boramiz desa xo'p derdim-da, kechqurunganda bormasdim. Dada, menga hikoyalar, anaqalar aytib bering desam, dadam aytib bergan har bir gapni haligi yuragimdan quloq solib eshitardim. Har bir gapi men uchun nasihat edi-da. Haqiqatan nasihat bo'lardi u narsa. O'gitlar aytib berardi, va chiroyli qilib aytardi. Hali men uchun o'git bo'lardi-da. Haligacha o'shani eslab yaxshi ko'raman. Otangiz sizni aynan mana shu joyda, mana shu hozirgi holatingizni ko'rishni xohlagan bo'larmidingiz? Otam bu hayotni qo'ymasdi men hayotda. Qiynatib ham olib ketardi qo'ymasdi. Lekin bu yerdagilar ham yomon emas. Endi qaraylarida qo'ymasdi. Dadam rahmat bo'lganda qo'ymasdi otam hech qachon. Hech qachon otam qo'ymasdi meni. Otam umuman anaqa qildirmasdi. Qaysi so'zlarni ayta olmadim deb o'ylaysiz? Otamga ham men sizni juda ham yaxshi ko'raman deb otamga ayta olmadim. Juda ham yaxshi inson edi. Mehribon, qadrdon, onaqasi yaxshi inson edi. Endi bu dunyoligini bersin. Choramam yo'q. Hayotingizdagi qahramon bu otangiz ekanda. Albatta otam. Men eng ishongan anaqam otam. Otamdan juda ko'p narsani olganman. Mana shu bolam sabrli bo'lsang, hamma narsadan yengasan. Bolam sabrli bo'lsang, yutasan degan so'zlari men uchun eng katta qonun, hikoyasi. Shunday men uchun nasihatlar yaxshi anaqa bo'lganda. Shu bilan men o'zimga o'zim lekin hali bir narsadan xafa bo'lsang, bolam it olmagin, it egasi bo'lgin. Hali it bo'lsang, tishlashga harakat qilasan. Egasi bo'lsang, yuvashlikka harakat. Yuvash bo'lmayli bolam. U seni xafa qilsam, sen indamay tur, sen yutasan bir kun degan gaplari hamisha anig'imda turadi. Onaxonimiz mana o'zi aytayapti, meni bolaligim bo'lmagan. U bolalikni qanday tasavvur qilgan? Ota-onani qaynoq mehrida tasavvur qilgan. Lekin oilada bo'ladigan ota-onani o'rtasida bo'lgan janjallarni ba'zida biz kattalar farzandlarimiz hali tushunmaydi, farzandlarimiz aqli yetmaydi deymiz. Qaysidir paytda janjallashishimiz mumkin, tortishishimiz mumkin, gap tortib qolishimiz mumkin turmush o'rtoqlarimiz bilan. O'sha paytda biz e'tibor bermaymiz. Lekin o'sha farzandlarimizni qalbini majruh qilib qo'yadi. Yuqoridagi Mavludxon xolamizni ham qalbi majruh bo'lgan, qaysiki bolalikida ota-onasi o'rtasida tugallanmagan janjallardan qalbi majruh bo'lib qolgan. Uni qalbi bekilib qolgan. Ona, men ko'pincha aytaman, ona alamzada bo'lganda, xotin urushganda demoqchiman, farzandlar ularga qandaydir nima bo'ladi? Alamini olish uchun. Balkim men onasini ayblamoqchi emasman. Balkim o'sha paytda o'sha onasi ham otasidan qaysidir ma'noda ko'rmagan mehrini yo mehr ko'rmaganligi yo o'sha doimiy tugallanmagan janjallar oqibatida farzandidan alamini olib farzandiga qattiq tekkan bo'lishi mumkin. Uni ko'nglini ortib qo'ygan uchun shunda Mavlud xolamizning qalblari majruh bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun uni onasini ko'proq ayblayapti. Hayotida onasini ayblayapti. Agar doimiy ota-onani mehrini teng his qilganda balkim onaxonimizda u narsa bo'lmagan bo'lardi. Shuning uchun ham ko'proq balkim qiz bola otaga suyanganligi uchun ham shu narsani otadan istagan. Hayotingizni kitob qilib yozishsa, unga qanday nom bergan bo'lardingiz? Quyosh ko'rmagan hayot. Nega?
endi hayotda mana masalan hech yaxshi yashamroq anaqa ko'rgan inson emasman-da men. Quyosh kabi nurni ko'rmadingizmi? Ko'rmadim-da, shuning uchun.